Xamaneyning nabirasi Isroil va AQShga tahdid qildi. Oyda shahar, yerda inqiroz. Moskva rejalari Putinning kosmik strategiyasini izdan chiqaryaptimi? Vladimir Putinning yangi qimori, kaptarlar orqali boshlanayotgan jim urush. UKK yo'qotishlari Zelenskiy aytganidan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Ukraina ov. Rossiyaga ishlashga borgan o'zbekistonliklar g'ayri-insoniy sharoitda ushlab turildi. NATO osmonida xavotir, yangilangan Su-57 geosiyosiy muvozanatni buzyaptimi? Narendra Modi qarorimi? Arab dengizida Eron neftiga zarba bergan Hindiston kim tarafda?